Assalomu alaykum. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Nima bo'ldi, nima qo'ydi deb so'rab surishtirayotganlar. Ozgina kelishmovchilik bilan Instagram pasportim o'zimda bas edi. O'zbekistondan chiqolmaydigan zapretim bor edi. Endi xohlagan davlatimga chiqishim mumkin. Menga aktiv bo'lgan qizlar, bolalar hammalaringga katta rahmat. Hammalaringni o'qiyman. Keyin lichkamda cho'qqalab kommentariyada hu deb o'zini yo'qotib qo'yayotganlar. Sizlarni ham yaxshi ko'raman. Ayol kishi bo'lsalar, erlaring bilan birga sevaman. Erkak kishi bo'lsalar, xotin bola chaqalaring bilan birga sevaman sizlarni. Meni sevgim rosa keng, yuragim rosa keng, hammalarga yetadi. Eng qizig'i maza qilib yashanglar, bosinglar.